Tefsiri Müyesser. En'am suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Biz Tevrat, İncil qatarlıq samavi kitaplarni ata qilgan Yahudilar bilan Hristiyanlar Muhammed alayhissalomni öz kitaplardagi sifatlari orqali o'zining o'g'illarini to'nigandek to'niydi. Xuddi öz o'g'illarini boshqalarga o'xshatib qolmagandek, Muhammed alayhissalomni boshqasiga o'xshatib qolmaydi. Chunki ularning kitobida Muhammed alayhissalomning sifatlari mushundoq inchga tonishtirilgan. Lekin ular o'zlarining nafsi xohishiga agishib Muhammed alayhissalomni inkor qildi. Shuning bilan ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Alloh nomidan yolg'onni to'qib, Allohning sheriki bor degan yoki uning bolasi bor degan va yoki Alloh payg'ambarlarni kuchlantirish uchun nozil qilgan oyatlarni dalil paketlarni inkor qilgan odamdan zolim odam bormi? Alloh nomidan yolg'onni to'qish orqali o'ziga zulm qilganlar dunyo va oxiratda hargiz maqsadiga yetolmaydi. Allohning oyatlarini inkor qilgan ashu mushriklar ogoh bo'lsinki, qiyomat kuni ularning hammasini yig'amiz. Ondan ularga sizlar Allohning sheriklari deb cho'qingan ma'budlaringlar qani? Sizlarga shafaat qilsin-chu deymiz. Ondan u mushriklarning ma'budlari haqida savol qilinganda beradigan javobi faqatla ulardan ado-judo bo'lishdan iborat bo'ladi. Ular yana o'zlarining mushriklardan bo'lmaganligiga yolg'ondan qasam qiladi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarning o'ziga o'zi qandoq yolg'on aytganligiga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb o'ydirib chiqqan narsalari qiyomat kuni ulardan qochadi. Ey payg'ambar, mushriklarning ichida sening qiroatingga quloq soladiganlar bor. Ammo bu ularning qalbiga yetib bormaydi. Chunki ular o'zlarining nafsi xohishiga ergashganligi uchun bizmo Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardaladik. Quloqlarini eg'ir qildik. Shunga ular haq so'zni anglamaydi. Ular Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan mo'jizalarning hammasini ko'rgan taqdirdami, ular uningga ishonmaydi. Ey payg'ambar, hattoki bu kafirlar sening yeningga munozirlashib kelgan chog'dimi, biz anglayotgan bu Qur'on burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas deydi. Ashu mushriklar kishilarni Muhammad alayhissalomga ergishishdan, uning so'zini anglashdan to'sadi. O'zlarimi uningdan yiroq qochadi. Ular kishilarni haq dindan to'sish orqali faqat o'zlarini halok qiladi. Ular o'zlarini halok qilish uchun o'rg'olayotganligini tuymaydi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarni do'zaxning ustida to'xtatilgan chog'da bir ko'rsang, ajoyib ahvolni ko'ratding. Chunki ular do'zaxga solinganda do'zaxdagi azob oqibatlarni, zanjir kishanlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, kashki dunyo hayotiga qaytarilgan bo'lsak edik, Rabbimizning oyatlariga iymon etib, uningga amal qilatdik va mu'minlardan bo'latdik deb ketadi. Hargizmi undaq bo'lmaydi. U mushriklarning dunyodagi barliq qilmishlari qiyomat kuni o'ziga oshkora ko'rinadi. Shunga ular azobdan qutulish uchun shundoq orzu qiladi. Navoda ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, ular burunqi kufrligiga va haqiqatni inkor qilishga qaytib oladi. Chunki ular agar biz dunyoga qaytarilsak iymon etib, yaxshi amallarni qilatdik degan so'zida sheksiz yolg'onchilardir. Oxiratga tirilishni inkor qiladigan ashu mushriklar hayotlik degan faqatla biz yashayotgan mushu hayotimizdir. Biz o'lgandan keyin tirildirilmaymiz degan edi. Ey payg'ambar,
oxiratga tirilishni inkor qilgan ashu kofirlarning qiyomat kuni Allohning oldida to'xtatilgan chog'dagi holatini bir ko'rsang, ularni eng yomon ahvolda ko'ratding. Chunki Alloh ularga sizlar dunyodagi chog'da inkor qilgan bu tirilish rost emasmikan deydi. Ular Rabbimizning nomi bilan qasamki, tirilish rost ekan deydi. Alloh undaqda sizlar dunyodagi chog'da haqiqatni inkor qilganliginglar uchun bugun bu azobni tetinglar deydi. O'lgandan keyingi tirilishni inkor qilgan bu kofirlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chog'da ular oqibatining intayin yomon bo'ladiganligini biladi va hayot vaqtida iymon etish fursatini o'tkazayotganligiga qattiq hasratlanib ketadi. Ular o'z gunohlarini ustiga oladi. Ularning ustiga olgan narsasi nima degan yomon. Dunyo hayoti ko'pincha ahvollarda faqatli mag'rurlik va soxtalikqa aldanishdir. Allohdan qo'rqadigan, uning buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yenish bilan uningga itoat qiladiganlar uchun oxirat yurti hammadan yaxshidir. Ey dunyo manfaatiga aldanib ketgan mushriklar, aqlinglarni ishlatib abadiy yo'qolmaydigan oxirat ne'matini tezda tugab ketadigan dunyolikning oldiga qo'ysanglar bo'lmamdi. Ey payg'ambar, qavmingning inkorchiligining seni qayg'uga soladiganligini bilib turibamiz. Aslida ular seni yolg'onchi demaydi. Chunki ular sening rostchiligingni obdan biladi. Lekin ular o'ziga o'zi zulm qilib, sening haq payg'ambar ekanligingni isbotlaydigan dalil paketlarni va sen elib kelgan dinni inkor qiladi. Sendan ilgari Alloh har qaysi ummatlarga avatgan payg'ambarlarni kofirlar yolg'onchi degan. Ularga turli aziyatlarni sog'an edi. Ammo ular bu tuhmatlarga va o'ziga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Da'vat yo'lini davomlashtirdi. Alloh yo'lida jihad qildi. Shuning bilan ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning Muhammad alayhissalomga dushmanlariga qarshi nusrat ato qiladiganligi haqidagi so'zlarni hech kim o'zgarta olmaydi. Ey payg'ambar, ilgirki payg'ambarlarning qo'lga keltirgan g'albillari ularni inkor qilganlarning halok qilinganligi haqidagi qissalardan bir qismi sana yetkazildi. Sana ilgirki payg'ambarlarning hayotida o'rnak bor. Buningda payg'ambar alayhissalomga tasalli bor. Ey payg'ambar, ashu mushriklarning qilmishi va ularning haq dinni qabul qilishdan bosh tortganligi sana eg'ir kelgan bo'lsa, qo'lingdan kelsa yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga sho't tepib, haq payg'ambar ekanligini isbotlashda ularga sana berilgan mo'jizalardan boshqa bir mo'jiza keltira olsang, keltirib boqqan. Agar Alloh xolisi edi, albatta ularning hammasini xuddi sizlardek iymon va hidoyat ustida birlashtiradi. Ammo Alloh o'z hikmati bilan unda qilishni xohlamadi. Shuni sen ey payg'ambar hargiz nodonlardan bo'lmagan. Ey payg'ambar, sening da'vatingni faqatla da'vatinga samimiy quloq soladigan kishilarla qabul qiladi. Ammo kofirlar o'liklarning qatoridadir. Chunki haqiqiy hayotlik iymondadir. O'liklarni Alloh qabrlardan tirildirib chiqaradi. Ondan ular qiyomat kuni amallardan hisob berish uchun Allohning dargohiga qaytariladi. Mushriklar hakovirlik qilib, Alloh Muhammadning payg'ambar ekanligini isbotlab, biz talab qilib turadigan biror mo'jiza tushirsa bo'lmamdi deydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Alloh mo'jiza tushirishga albatta qodirdir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza tushirishning Allohning hikmatiga asosan bo'ladiganligini bilmaydi. Mayli yer yuzida mangadigan jonivor bo'lsin yoki ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash maxluqotdir.
Biz lavhul mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymay, hammani to'liq yozdik. Ular hammasi qiyomat kuni Rabbining dargohiga yig'iladi. Ondan Alloh hamma odamdan hisob oladi va har kimga mukofot yoki jazodan tegishli bo'g'inini beradi. Allohning oyatlarini inkor qilganlar foydali so'zlarni anglamaydigan gaslardir. Haqiqatni aytolmaydigan gachilardir. Ular qorong'ulik ichida gangirab qolgan kishilardir. Ular to'g'ri yo'lda mengishni xohlamadi. Alloh kimni ozg'unlikda qoldirishni xohlasa, uni ozg'unlikda qoldiradi. Kimni hidoyat qilishni xohlasa, uni to'g'ri yo'lga soladi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, agar sizlar ilohlarimiz bizga shafaat qiladi degan gumoninglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglarchu. Agar sizlarga bu dunyoda Allohning azobi tushsa yoki qiyomat qoyim bo'lsa, beshinglarga kelgan baloni ko'tarib etish uchun shu Allohdan boshqasiga iltijo qilamsizlar. Unda qilmaysizlar. U chaqda sizlar faqat yigona Rabbinglar bo'lgan Alloh qili iltijo qilasizlar. Uningdan madad tilaysizlar. Shuning bilan Alloh xolisa, sizlar ko'tarib etishni tilab iltijo qilgan baloni ko'tarib etadi. Chunki Alloh uningga albatta qodirdir. U chaqda sizlar Allohga sherik qilib olgan butlarni unutib ketasizlar. Ey payg'ambar, biz sendan ilgirki ummatlarga ularni Allohga boshlaydigan payg'ambarlarni avatgan edik. U ummatlar payg'ambarlarni inkor qilganligi uchun Rabbiga yelinsin, itoat qilsin va ibodatni uning o'ziga qilsin deb ularni nomrodlik va og'riq siloh bilan sinadik. Hech bo'lmasa, ashu inkorchi ummatlarga bizning azobimiz kelgan chaqda bizga yelinsa bo'lmamdi. Haqiqat shuki, ularning dillari qaytib ketgan, shayton ularning turlik yomon qilmishlarini o'zlariga chiroyli ko'rsatgan. Shunga ular bizga iltijo qilmadi. Ular o'zlariga qilingan nasihatdan yuz o'rib, Allohning amr farmonlarini o'rindashdan bosh tortgan chaqda ularni sinash uchun ularga farovonlikning hamma eshiklarini echivatdik. Ularning yo'qsulligini bayashatlikqa, og'riq silohlarni saqliqqa almashtirib berdik. Ular o'zlariga berilgan bu ne'matlarga toza ko'langlab turgan chaqda ularni ushtum jazoladik. Ular hamma yaxshilikdan ayrilib hasratda qoldi. Shuning bilan oshu qavmning yiltizi qurtildi. Ulardan hech kim hayot qolmadi. Chunki ular Allohni inkor qilgan, uning payg'ambarini yolg'onchi degan edi. Butkul olamlarning yaratquchisi va yigona Rabbi bo'lgan Alloh o'zining mu'min bandalariga yordam qilib, haqiqat dushmanlarini halok qilganligi uchun uningga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.